Assalomu alaykum qadrdon do'stlar, sizlar bilan Feruz Poland. Bu videoni oxirigacha eshitinglar va bu sizlarga kerakli va foydali video. Sababi hozir bir rabotadatsiya telefon qilib bir gap aytayapti. Xullas 1-iyungacha bo'lgan Polsha hududiga kirmoqchi bo'lgan boshqa davlat ID kartalari va boshqa davlat vizalari bilan kirmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa 1-iyungacha kirib olishlarini ta'kidlayapti va 1-iyundan keyin Polsha hukumati bu boshqa davlat ID kartalari va boshqa davlat vizalari bilan kelayotgan migrantlarni karta pobidaga topshirib bo'lmasligini xabarini berdi va 1-iyungacha bo'lgan holatga kelib ulgurib olishlari mumkinligini aytdi. Endi bilmadim bu narsa qachon kuchga kirgan va qachon kuchga kiradi. Bunisini bilmadim va u rabodada shunday deyaptiki, xullas men 1-iyungacha keladigan odamlarni qabul qilaman va ularni o'sha 1-iyundan bir kun 2 kun oldingacha cheres pochta orqali hujjatlarini topshirishim mumkin, ulgurishim mumkin va undan keyin keladigan odamlarni men ishga qabul qila olmayman va ularni men karta pobidaga, ya'ni Polshada qolish, yashash, vaqtinchalik yashash huquqini beruvchi karta pobidani olishga yordam bera olmayman deyapti. Xullas bu videomni o'sha boshqa davlatlardan kelmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga yetkazib qo'yasizlar va buni to'g'ri tushunasizlar. Kimda kim kelish niyati bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin va buni yana men chiqarayotgan bu videoni bir surishtirib ko'ringlar va surishtirib ko'ringlar, bunisiga tashab ko'ringlar, buni yetkazib ko'ringlar. Shtobi men noto'g'ri gapirgan bo'lishim mumkin, lekin bu masalan rabotadatel bu narsani отказ bermaydi, chunki boshqa davlatlar vizalarini, boshqa davlat ID kartalarini ham qabul qilib yurgan rabotadatel birdaniga bunaqa deyishi mumkin emas. Endi xulosa o'zingizlardan va bu videomni boshqa davlatlardan kelmoqchi bo'lgan akalarimizga yuborib qo'yamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa bitta like, kommentariy va bizga obuna bo'lishni unutmang. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Sizlar bilan Feruz Poland. Sizlarni Polshada kutamiz.